Assalomu alaykum. YouTube kuzatib o'tirgan aka-ukalar, opa-singillar. Qayerda borsan aka? Ya meni olmang. Mana Eshbek Sattorga keladigan yo'l mana. Hay. Ko'pchiliklar shu tushib olsalang bo'lmaymi deydi-da, 2 martadan beri yo'lda oldik. Tushyapmiz. Tarbizni narxini olarni so'rayapmiz mana Eshbek Sattordan. Mana ko'cha, sog'ingan aka-ukalarni bitta like bossin. Mana ichkari. Tarvuz nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Maydalarimi? Mayda katta ketadi. Kattalari. Tushib qolsin. Mayda kattasi o'pdi. 10 soat. Ya ayna tarvuz nech pul bo'ldi? Qayerda tarvuz? Moskvaniki yo'q qo'yindi bunda YouTube atmangda. Ha. Optim 20 ha? Optimga 20 so'm aka. Optimga. Ha, donagachi? Donaga 30 so'm aka. Tarvuz alim qimmat. Rada interes qayt syomka qilyapmiz akalar ukalar. Iskarada. Kamera qo'sayim. Ko'ringizlar. Nech pul bo'libdi tarvuz? Nech pul bo'libdi? Nech pul? 18 ga. Bo'pti voy. Mana. Bo'pti voyga 18 so'm deyapti ekan tarvuz. Nuroljon blogerlar. Nechta tarvuz bor dedi? Nechta tarvuz bor? 500 dan oshiq. Qayerda tarvuzi? Kanaldiki, nechinchi? 5-chi kanal tarvuz ekan. Qarasa aytib bering. Siqan qilaring nima internetda bir xil shu tomosha qilyapti deyapti. Mana keladi gapiring. Garot center. Amaga Rossiyada alır ko'rayotganlar. Bizning oshnalar sog'liqlar. Ha? Optovoy. Hammasi optovoy. Hech pul ekan lekin zo'r ekan shu. Yaxshimi zo'rmi so'chasiz? 25 deyapsiz. Ha. Ha. Ko'taryapti o'zi? 25 deyapti. 10 kilo. 20'dan deyapti. 20 kiloni qo'llab ko'taravermi bu? Ha. 25 deyapti. Muomalasi bor ekan. Optim qancha bu? Optim 25. Etak 35 so'm mashinada 40 so'm. Ha, 35 so'm 40 so'm. Hay mana ichkari bozordachi oldi yana ko'klarimiz. Mana mashin. Xullas kalon. Hammaga xush kayfiyat. Ha? Qayerga kerak? Narxini aytib berib bo'lmaydimi? 5 so'm. Hech savdo bo'lyapti, akasi kirit bo'lmasa endi. Uzrlar. 5 so'm ko'tarasiz-a? Qayerdaki? Eshbek o'ziniki. Eshbek o'zidan. 5 so'm ko'taradi ya aytadi. Rost Instagram'da farklı buluşken salonumdan aynı ayrı kız Hech pul bo'lyapti. 3 so'm. Donaga. Yo bu hozir yo'qda. Ha. Men avtoshardiz. blogerları beram. Mana. 3 so'mdan sotyapti ekan donasi. Qayerdaki? Eshbek o'ziniki. Ne? Ha. Bir yarım. Mana. Kesalangiz bir yansından ham berar ekan. Optim. Koptu bepul. Ha, qopdagi 1,5 ekan. Вообще bepul.
20. Buchi? Ulan şu anki 20 bilan aytyapti ekan. Aka bu ketdimi bu? Ha? hagana arttı kaldı. Ketgan yo'qmi hali? Ha? Nechi pul deyapsiz? Bo'ptimi? 17 dan olibdimi? Ha, ortayapti ekan. Ne bozordachi? To'rtta so'radi, bu bermayapti buni. Donaga umuman bermayman deyapti. Prosta bir suxan ketganida shuda bir so'yib, buni yerda bir jiyib ko'rsataman deganamda. Bo'lmaymi? Qamayli uraqmadi. Ana, ortib yotibdi. Qishloqma-qishloq olib borib sotadigan odamlar. Optim dedan olatdan borib donaga o'tirib to'plamini. Porterda. Ana. Kelishkada keldi uni ko'tarib toramiz. Ikkita traktorda. Yo'lda ham tek-taka syomka qo'yib oldim-ku. Savdo bo'lyapti uni. Ya necha aytyapti buni olibdi?